Yaşa hay. Hay hay. Yaşa hay. Hay hay. Yaşa hay. Hay. Para satıyor masa sırayı öyle. Bolalarni çok ko'rmang. Azı hay hay qilib qo'yaman jimotar. Yaşa hay. Hay hay. Chiroyli qil, jahl qilmasdan. Yaşa hay. Hay hay. Bittasini bermayotgani. Neyni ammasini uyini talashyapsanmi? Dada olma bermayapti. Meniki bu. Bo'kkini yeysanlar mana olma. Dada hammasini yeyolmaymiz-ku. Yeysan. Tez bo'l, yana bir so'ngga turibdi. Yeysanmi? Ikkinchi aka-ukalar narsa talashishgan. Voy dadasi bolalarimga nima qildi? Bo'kib qoldi. Endi nima qilamiz? Ha, hozir klizma chaqirganman. Yana o'zi ham keldi. Kimdan boshlaymiz? Rahimboy o'g'lim qaydasan? Zapravkadan chiqdim dada, tinchlikmi? Kim bilan kelding? Shu Ruslan ukam deysiz. Dada mana hozir qaytolmay esdan chiqib qolibdi, uzr. Tez-tezga qo'y yog'i. Bu Darmet bolalar dastidan Xonsaroyda megaplanetda oldida joylashgan Xonsaroy yulduzi loyihasida uy olib chiqib ketamanmi deyman-da. Gazga hayda. Gaz oldim dada. Senga gaz olamiz. Parosati yo'q. Dadam uxlayapti ham demaydi. Boshimda qoq, boshimda. Xo'p. Hozir somsaxonaga so'us qilaman. Ginger dozasi, magnitolani doddasi. Tog'i? Nima qilyapsiz, tog'i? Ha, kel jiyan. Hijom olyapti turdim hozir, ha? Jiyan o'tirib tur, kofe ichib olay. Ki shakar kam bo'lib qopti-da. O'zi nimaga kelding, jiyan? Ha, ayam jo'natdi, tog'ingdan ish o'rgandi. Bo'ldi, o'rgataman, qiynalib qolmaysanmi? Qulog'ing shalpang qulog'imi? Hozir to'g'rilab qo'yaman. Qimillamay tur, qimillamay. Ha, ana, chippa chiroyli bola bo'lding, jiyan. Ketdik endi ishga. Voy, tog'a, Flavis korxonasida ishlaysizmi? Hada, mososramay o'tirib tushib ketasan. Voy, tog'a, qiynalib qolmaysizmi? Men sengani tirnoq o'stirib, qo'shin laminatsiya qiladigan erkaklardan emasman. Tasha yana. Lekin jiyan, mana dushesligi o'ta qichiq chiqqanda. Tog'a, yordamimiz kerak. Mana shunda ikkiga bo'lib olish kerak. Mashina buzilib qoldi. Bo'ldi, menda-ku. Tishni ikkiga bo'lib yubordi-yu. O'sha baroni. Hech narsa qilmaydimi, tog'a? Yosh bola ekan, qo'ying tog'a. Ish o'rganyapti, aralashsizmi? Mana odamni sachi o'sadi-yu, jiyan. Sen xavotir olma, qo'lingdan o'sadi. Avayla avayla sevgimni avayla bu yurak. Voy dada, yaxshimisiz? Ha, rahmat qizim, ancha yaxshiman. Kuyov, siz yaxshimisiz? Shu beparosat kuyovim bor deb baxillarni qattiq yeyishni ham bilmaydi. Qanaro atamaskach qaynatan. Mana shu jichi-chin chiqib ketsa ham o'sha deb yotib olasiz-a? Vahima qilmay kuyov bola. Meni ko'rganimni olib keldingiz. Moni olib keldim, moni. Helikopter. Nevarasi vertolyotini olib keldim, o'ynab o'tirasiz. Ukol vaqtingiz bo'ldi. Men ukoldan qo'rqaman. Sizga qilmayman-ku. Bo'pti, keling, sizga ham qilib qo'yaman. Kuyov bola, sen naroyoting siqilib qoldik. Juda bir besonaqasiz-da. Moshilanga nima qilyapti? Ukol vaqtingiz bo'ldi. Bo'ldi, men ukol qilib qo'yaman. Yo'q, o'zim qilaman. Yo'q, tuzalsa yaxshi tuzalsin deb kattasini olib kelganman-da. Voy, nima qilyapsiz? Qatirmang, dada, qatirmang. Kuyov bola. Qatirmang. Ha, onasini ham sen boshqa joyga ketib qoldi. Bilsangiz qilmaysiz, ha? Voy. Kuyov bola, oling, mana sizlardan yeb o'tiring. Ko'chada ovqatlanib kelgandim. Shu yeganingizdan bir kosa olib kelmabsiz-da. Hamma yetib ishlamayaptimi? Agar ha desangiz ko'zingizni yuming. Noto'g'ri qilganda, qo'ldi. Voy, iflos. Trenddagi suvlardan chiqib qo'yasizmi? Flavisda yangi chiqqan o'rmon mevali ta'mimi? Vo. Ichasizmi? Ha deganingizda berardim. Ama zo'r suvda 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti.
ikkinchi ukolingizni oladigan vaqt bo'ldi. Dada ikkinchi ukolni ham kuyovim qilsin desangiz ko'zingizni yumib oching. Yumib oching. Voy dadasi qo'y unaqa qilmang. Yana nimadir qilib qo'ymay o'zim qilaman. Ko'zingizni yuming agar men qiladigan bo'lsam. Yo'q, men qilaman, hozir aytadi o'zi. Bo'ldi, men qilaman. Voy. Mavarang tishdimi nima bo'ldi? Xotinim Tayson so'radi. Taysonni fanati shekilli deb olib keldim. Xotin Tayson emas, Dyson so'ragan ekan. O'la 56lar hech qachon xotinidan qo'rqmaydi. Ketdik nardaga. Narda kerak. Mana 2, mana 4. Onangdan kirib oplading senchi? Oz bolalar yangi so'z o'rganadi. Somsaxonaga sous qilaman. Big'illataman. O'zing yaxshimisan? Og'zing sasiyapti. Meni og'zim hech qachon sasimaydi. Mana jag'iga nima qilgan? Ertalabdan limonli xurmo yegan ekan. Mana buni ochib ber. 56 zo'rda bitta chiqqan. Sen biznes boshlading, nima bo'ldi? Buxgalter top, banka bor, u bilan shartnoma qil. Xullas yugur ko'p ekan. 56-yilda qolib ketishdingmi? Sal zamonaviy bo'lishgan. Paynet ilovasida xolis degan funksiya bor. 10 daqiqada Face ID orqali biznes yatib otsang bo'ladi. Indirjit o'zing qara. Tinmay big'illataman bularni. Ro'yxatdan o'tish onlayn. Ro'yxatdan o'tganingdan keyin biznes hamyon ochiladi. To'lovlar 0% komissiya bilan qabul qilinadi. Undan tashqari har bir operatsiya uchun 0% cashback beradi. Soliqlar, hujjatlar barchasi avtomatlashtirilgan. Barchasini Paynet ilovasi o'zi yuritadi. 1-yanvardan yatitish uchun soliqlar 1% bo'ladi. Xavotir olma, barcha ma'lumotlar va hujjatlar kabinetda saqlanadi. Voy, rasul zohirkilam ekan, kirolmay yotibman. Ichlaringda bitta xotindan qo'rqmaydigan men ekanman. Yurish biznikida o'tiramiz. Aniqmi? Taniq. Ayasi, jonim, sharmanda qilmagin. Aldaysan-ki, Sardor. Xotiningdan qo'rqasan-ku. Kankillataman.